shunaqa chujoy sharlarni qanaqa qilib kesib otyapsiz aka, shuni ko'rsating degan ekan. Shuni ko'rsatamiz, qanaqa qilib kesishdi. Xo'p, chujoyni qayerga urishni mo'ljallash uchun toshdagi kiyani qo'yib turib, bir 3-3,5 sm orqaga suramiz. Mana shunday surgandan keyin va bitta o'qsharni oldiga qo'yamiz. Mana shunday. Mana shu tochkaga urish kerak. Nimaga desangiz, shunday turibdi. Mana shundoq shart, monoshar borib shu to'shda tegish kerak.